Biz bugün Çağatay Devleti'nin padişahı Toğluq Tömürxanның musulmon bo'lishiga sabab bo'lgan buyuk islom olimi Mevlana Erşidin bilan tanishib chiqamiz. Mevlana Erşidin 1290 yıl bilen 1360 yıllar etrafında yaşaydı. Onun dadısı Mevlana Şeyh Cemalettin Ketiki. Şeyh Cemalettin Ketiki Toğluq Tömürxan 18 yaş vaqtlarida uçuruşup kalıp onu İslam'a davet kıldı. Toğluq Tömürxan men xan bulup müstakil iş başlığınımda keling men musulmon bo'laman deydi. Bir mezgilden keyin Toğluq Tömürxan Çağatay Devleti'nin padişahlık taxtida o'tirdi. Afsus bu vaqtda Şeyh Cemalettin Ketiki vafot bo'lib bo'lgan. Ammo Şeyh vafot bo'lish oldida o'g'li Mevlana Erşidinga Toğluq Tömürxan taxtiga o'tirganda cho'qim berib uni islomga da'vat qilishga vasiyat qoldirib ketgan bo'lib, To'g'luq Tömürxanning taxtga o'tirganligini anglagan Mevlana Erşidin Aqsudan darhol Çağatay davlatining poytaxti Almaliqqa qarab yo'lga chiqadi. Poytaxtiga kelib shuncha amal qilibmi xon bilan ko'risholmaydi. Shuning bilan har kuni tong saharda xon o'rdisiga yaqin bir do'ngga chiqib azan to'laydi. Azan sababli aromida uxlayolmagan xon odam avatib tutib kelishga buyurdi. Ular Mevlana Erşidinni tutib To'g'luq Tömürxanning oldiga keladi. U Mevlana Erşidinni yaqinroq kelishga buyurib, "Sen kimsan? Tong saharda uxlayotganimda vaqirab meni bearam qilasan?" deb so'raydi. Mevlana Erşidin "Men ayni vaqtda siz musulmon bo'lishga va'da bergan kishining o'g'li bo'laman" deydi. To'g'luq Tömürxan "Xo'sh kelibsiz, otingiz qayerda?" deb so'raydi. Mevlana Erşidin otasining vafot bo'lganligini va o'lish oldida bu ishlarni vasiyat qilganligini aytadi. To'g'luq Tömürxan musulmon bo'lib, bir-birlab vazir amirlarni islomga da'vat qilib, ularmi musulmon bo'ladi. Va shu kuni Çağatay davlatining Almaliqda Mevlana Erşidinning da'vat qilishi bilan 60 ming Mo'ng'ul biraqli musulmon bo'ladi. Bu tarixiy kunda To'g'luq Tömürxanga Abu Bakri Muhammed deb musulmoncha ism qo'yildi. Kunning o'tishi va Alloh taolaning inoyati va hidoyati va shundaqla Mevlana Erşidin domlalarning da'vat qilishi va To'g'luq Tömürxanning qo'llashi bilan texmi ko'p islom olimlarini chaqirtib, xalqni keng ko'lamda islom diniga da'vat qildi. Uzun o'tmay Mevlana Erşidinning da'vati bilan 400 mingdan ortiq xalq musulmon bo'ladi. Demak, butun Almaliqni islom shahriga aylantirib, Çağatay davlati islom davlatiga aylanadi. Keyin Mevlana Erşidin To'g'luq Tömürxandan kuchog'iga qaytib kelib, da'vat ishlari bilan shug'ullanishga ruxsat olib, kuchog'iga kelib o'ltiraqlashadi. To'g'luq Tömürxan uningga 3 eriq suv degan yerni hadiya qilib berdi. Mevlana Erşidin To'g'luq Tömürxandan kuchoda da'vat ishlari bilan shug'ullanishga ruxsat olib, kuchog'iga kelib o'ltiraqlashadi. To'g'luq Tömürxan uningga 3 eriq suv degan yerni hadiya qilib berdi. Mevlana Erşidin kuchog'iga kelib ko'p kishilarni musulmon qildi va nurg'un ahli ilm taliblarni yetishtirdi. Mevlana Erşidin azan to'lg'an do'ng tarixning guvohchisi sifatida Qo'rg'os noyisining sharqi shimolida Keygan daryosining sharqida azan do'ng deb atilib kelmoqda. Mevlana Erşidin vafot bo'lgandan keyin xalq bu buyuk da'vatchi islom olimiga atab cho'ng bir masjid soladi va bu masjidni Mevlanam deb ataydi. Güzel yar ya dilimden